Homiladorlikda basseynda cho'milish mumkinmi? Ha, mumkin. Aksincha bu juda ham foydali. Qanday holatlarda basseynga borishni qat'iyan taqiqlanadi? Homiladorlik normada kechmayotgan bo'lsa, qindan qonli va noodatiy ajralmalar keladigan bo'lsa, erta tug'ish xavfi bo'lsa, bachadon bo'yni yetishmovchiligida basseynga cho'milish tavsiya etilmaydi. Basseyn suvidagi xlor homilaga zarar qiladimi? Hozirgi zamonaviy basseynlarda xlor miqdori juda ham kam bo'ladi. Bu zarar bermaydi. Homiladorlikning qaysi muddatidan boshlab basseynga borish mumkin? Agar homiladorlik norma kechayotgan bo'lsa, birinchi trimestrdan to tug'ruqgacha basseynga borish mumkin. Basseynda qancha vaqt davomida cho'milish tavsiya etiladi? Dastlab boshida 15-20 daqiqa, keyin esa buni 30-35 daqiqaga uzaytirish mumkin. Basseyn suvi harorati qanday bo'lishi lozim? Homiladorlar uchun eng optimal gradus 24-28 gradus orasi. Basseyn orqali biror bir infeksiya yuqtirib olish xavfi bormi? Bu vaqtda bachadon bo'yni maxsus shilliq qavat bilan qoplangan bo'ladi. Infeksiya yuqtirib olish ehtimoli juda ham past. Basseynga borganda qanday xavfsizlik choralarini ko'rish kerak? Homiladorlarimiz avvalambor sirpanib ketishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Bu homiladorlarda o'sha ugroza, ya'ni homila ko'chishni olib kelishi mumkin. Cho'milib bo'lgandan keyin nimalarga e'tibor berish zarur? Cho'milib bo'lgandan keyin iliq dush qabul qilish kerak. O'sha teridan xlorni yuvib tashlash kerak. Basseynda qanday mashqlarni bajarish foydali? Yengil suzish harakatlari, chalqancha yotish harakatlarini bajarish mumkin. Qattiq harakatlar mumkin emas.